Assalomu alaykum barchaga. Tezlikni xush ko'ruvchilar uchun bizda aynan G6 hamda Epoch va GT60 modelimiz bor. Ushbu modellarimiz. Bu modelimiz ya'ni G6 modelimiz 60-65 tezlikda harakatlana oladi, lekin razgomi o'ta tez, 2 mm xarakteristikasi hamda narxi. Va Epoch modelimiz ham xuddi shu xarakteristikaga ega. Mana narxi, xarakteristikasi, faqat bu Epoch modelimiz 70-75 tezlikka chiqa oladi. Bu yerda 60 ko'rsatilgan, qisqartirib yozilgan, lekin 70-75 ga chiqadi. Haydab ko'rishingiz mumkin kelib bemalol. Ushbu modelimiz ham yurish masofasi ikkalasiniki 50-60 km masofani bosadi, uzog'i bilan 90 km gacha boradi. Cruise kontroli bor, rekuperatsiyasi bor, telefonga ulanadi. Telefon pult o'rnida telefon ishlatsangiz bo'ladi. Va GT60 modelimiz ham xuddi shu xarakteristikaga ega, faqat 1,5 mm motor. Shuning uchun oxirgi kilometri 100. Tezligi buni ham 70-75 ga chiqadi. Nimaga endi motor 500 kam, bu ham 70-75 ga chiqadi desiz, bu modelimizda turbo tizimi bor. Turbo rejimi bilan 70-75 ga chiqadi. Bu ham xuddi shu telefonga ulanadi, rekuperatsiya, cruise kontrol. Bu modelimizda faqat orqaga harakatlanish funksiyasi ham bor. Yana qandaydir savollar bo'lsa, skuter haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman. Ushbu nomerlarga aloqaga chiqsangiz batafsil tushuntirib o'tishadi. Mana tablolarni ko'rsatib o'tamiz. Tablo yonishi. Bu Epoch modelimiz. Hozir yangi funksiyasi kelgan, bu Epochda ham ya'ni yangichasi, buni o'zgartirish kiritilgan kalitida hamda tablosi rangli. Bunimiz GT60 modelimiz. Adashmasam, bunda qaysi anonsda akkumulyator bor edi. Hammasiga ham qo'yib qo'yamiz, chunki akkumulyatorda faqat sotish jarayonida o'rnatiladi. Ushbu knopkamiz cruise kontrol vazifasini hamda orqaga harakatlanish funksiyasini bajaradi. Sizga qaysi model yoqdi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Barchaga rahmat. Savollar bo'lsa, pastda nomerlar.